Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bolsun. Muş ayının 9-cı günüdən 12-ci günügacha Portugaliyaning Madeira orolining Funchal shahrida Vakolatsiz Millatlar Təşkilatı, ya'ni UNPO'ning yig'ini chaqirilgan bo'lib, bu qitimqi yig'inning temasi o'z taqdirini o'z belgilash bo'lgan. Bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Vakolatsiz Millatlar Təşkilatıning raislik heyət a'zosidan biri bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyidan rais Turg'unjon Alovuddin, sobiq rais Dolqin Isa, tashqi ishlarga mas'ul muavin rais Zumratay Erkin, Vakolatsiz Millatlar Təşkilatıning qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Erkin Alptekin qatorliq bir heyət qatnashgan. 3 kunlik yig'in jarayonida Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiliklari, assimilyatsiya siyosati va Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'z belgilashdan iborat mustaqillik orzusi o'tirib qo'yilib, navbatdagi dunyo vaziyatida qanday qilib Uyg'ur va Tibet masalasini kun tartibga keltiramiz va dunyoning kun tartibida tutib tura olamiz, qanday qilib da'voyimizni texim kuchlantira olamiz, qanday qilib o'z taqdirini o'z belgilash va oxirgi nishon milliy mustaqilligimizga erisha olamiz degan temalarda nuqtaliq muzokara ilib borgan. Bu yig'inga riyosatchilik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin bu haqda tafsiliy ma'lumot berib, mundaq dedi. Bu jarayonda hamda men bir jumla ustalda riyosatchilik qilgan bo'ldim. Bu jumla ustalning temasi yangi o'rinlarda, yangi shaklda qandoq biz o'zimizning haqqimizni, o'zimizning da'voyimizni qanday qila olamiz degan temada bo'ldi. Temaning ustida hamda biz hozir bo'libmi texnologiya davrida biz qaysi usullar bilan da'voni anglata olamiz, balkim social media orqali yoki bo'lmasa shu sunniy ahlini qanday ishlata olamiz degan bir qancha muzokaralarni qildik. Xitoy vatanimizga havoni bulg'avatdi, o'zlarining cho'ng zavodlarini ochamiz deb bizning vatandagi dehqonlarning yerlarini o'g'irlab, yerlarini ilib, setib, cho'ng shirkatlarga aylantiryotdi va o'xshash shaklda buni shu Latin Amerikada bo'lsin va yoki Afrikadagi boshqa millatlar o'xshash shaklda o'zlarining hukumatida mushtaq qiyinchiliklarga yoki o'zini besib olgan hukumatlarning qiyinchiliklar quchayotganligini anglatdi. Ve bunun ki mesela BDT'da her yılı soda ve kişi hukuk mumbiri buldu. Şu yagımı birlikte berip, okşaş temada özümüzden avazımızı ve özümüzden davayımızı birlikte anlatalayığımızı eşede yani bir kadar müzakirleştik. Ondan sırt yana hazırki hava qo'g'dash kompaniyaları yaman kuchlik ve biz mushu bazı forum munbarlarga mushu tema orqali kirib o'zimizning qandaq zulm qilayotganligimizni shu yerda anglata olamiz degan nuqtaga birlikda keldik va buni oldimizdagi yillarda Brazildagi cho'ng havo ve şu environmental climate conference diyen konferans jığınlar, xalqara jığınlarımı baralaydıqımızı birlikte şunu qılımız deb nişan qıldık. Bu qitimqi yig'inga Uyg'urlardan Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik heyeti, Tibetliklar, Portugaliyaliklar, Estoniyaliklar va Kanadadagi bir necha universitetning o'quvchilari qatnashgandan boshqa yana dаңlıq advokat ve aynı vaqtda Tibetning mustamlika zamin ekanligini Birleşken Devletler Teşkilatı'ga e'tirof qildirguvchi Michael Van Walt ve Vakolatsiz Millatlar Teşkilatı'ning qurg'uvchi peshqadamlari qatnashgan. 9-may kuni Türkiye Davlat bexatarlik organi Milliy istixborot tashkiloti, İstanbul Adliya Mahkamasi, İstanbul Saqchi idorasi birlikda harakat ilib berib, Xitoy fuqarosi bo'lgan 7 nafar josuslik jinoyat gumondorini tutgan. Türkiye Milliy istixborot tashkiloti, saqchi, adliya va jandarm moslashib ilib borgan bu harakatda Türkiye'nin raqamlik bexatarligiga zo'r tahdid paydo qilgan bu josuslik to'rini bechit qilgan. Xitoy fuqarolaridan tashkillangan bu josuslik shaykisi korxona va tijoratchilarning nomini ishiltib, fuqarolarning shaxsiy va moliya uchurlarini to'plash, nuqtali holda Turkiyadagi Uyg'urlarning uchurlarini to'plab, Xitoy markazlik bir texnologiya shirkati orqali Xitoyga yetkazish qatorliq jinoyatlarni sodir qilgan bo'lib, Türkiye istixborot tashkiloti texnikalik nazorat qilish
va naq maydondan nazorat qilish natijasida bayqalgan bu torning Xitoydan maxsus keltirilgan uskunalar bilan yasalgan saxta signal tarqatish punkti orqali mashg'ulot qilayotganligi bayqalgan. Turkiyada boshqalarning nomida ijaraga olgan mashinalarni ishlatib, Izmir, Bursa, Yalova va shundaqla İstanbulda o'xshamagan shaklda nurg'un kishilarni nishonlagan bu gumondorlar sud tarafidan qo'lga ilingan bo'lib, ilib berilgan harakatda maxsus Xitoydan keltirilgan josuslik uskunalari va nurg'un raqamli materiallar qo'lga tushirilgan. Bu josuslik shaykisi Turkiyaning nurg'un shaharlarida aldamchilik qilgan bo'lib, soqchi tarafning bildirishicha, kishilarga banka, shirkat va boshqa har xil nomda qisqacha avatib aldamchilik bilan kishilarning bank hisobotini qo'lga tushirgandan keyin qo'lga tushirgan sonliq ma'lumotlarni ishlatib Xitoydan kelgan qo'llanishchan program orqali kishilarning pulini qoqti-soqti qilgan. Bu josuslik to'rining Turkiyaga nishonlagan kishilarning shaxsiy va moliya uchurlarini Xitoydagi mulozimat orqali o'tkazganligi oshkorlangan. Tekshirish jarayonida bu josuslik shaykisi ishlatgan texnikalik uskunalarni İstanbulda elektronlik material sotadigan Xitoyning hukumat egiligidagi bir shirkatning ta'minlaydiganligi bekitilgan bo'lib, bu shirkatdagi munosabatli kishi qo'lga ilingan. Bu guruhning a'zolari 2025-yili Turkiyaga kirganda boshqalarning nomida olgan telefon kartasini ishlatgan bo'lib, bu orqali kimligini yoshirishga uringan. Navbatda bu josuslik shaykisining tamojna va chegaradan o'tish xotiralari orqali uskunalarning davlatga qandoq ilib kelinganligini aniqlash uchun keng ko'lamli tekshirish ilib berilayotgan bo'lib, qo'lga tushirilgan saxta signal punkti uskunalari va raqamli materiallar gumondorlarning boshqa aloqasi va Turkiyadagi qoldiqlarini tekshirish yanada ko'p taraflamalik davom qilinmoqda ekan. Turkiya axborotlari va siyosiy analizchilarining aytishicha, Xitoy yer shari josuslik tehdidini paydo qilayotgan bo'lib, uning texnik jihatdagi qayd ko'tarishi yer sharlashgan josuslik to'rini shakllantirdi deb qaraydi ekan. Xitoy navbatda dunyo sahnasidagi iqtisodiy va texnik josuslikdagi asosli rolchi bo'lish sifati bilan 5G texnikasi, sun'iy idrok va yerim o'tkazgich qatorliq strategik sohalarda uchur to'plashi dunyo davlatlarining hal qilmas bo'lmaydigan bosh og'riqi va dunyo tinchligiga tehdid ekan. 12 may kuni Amerika bilan Xitoy o'rtasida yaqinqi bir necha oy ichida dunyo iqtisodini larzaga solgan savdo urushini pasaytishga qartilgan muhim savdo kelishimi e'lon qilingan. Janvada 2 kun davomlashgan muzokaradan keyin har ikki davlat o'zaro yuqori boj kesimini 90 kunlik vaqtlik pasaytishga qo'shilgan. Kelishimning asosli tafsilotlari mundoq bo'lib, Amerika Xitoy mahsulotlariga silingan bojni 145% dan 30% ga tushirdi ekan. Xitoy Amerika mahsulotlariga qo'ygan 125% bejidan 10% ga tövəlletdi ekan. Bu tədbirlər 2025-ci il 5-ci ayının 14-cü günüdən başlap kuchga ega bo'ladi ekan va dastlabda 90 kun davomlashadi ekan. Xitoy 2025-ci il 4-ci ayının 2-ci gündən başlap Amerikaga qarshi qo'llangan cheklash xarakterlik tədbirlərini to'xtatdi ekan yoki bekor qildi ekan. Masalan, nurg'un Amerika shirkatlarini ishonchsiz o'rin tizimligiga kirgizish va nodir yer metallarining eksportini cheklash degandek. Har ikki taraf savdo va iqtisod masalalarini muzokara qilish uchun davomliq maslahat mexanizmi qurishni qaror qilgan. Bu mexanizm orqali har ikki davlat doimiy yoki vaqtli muzokara olib bora oladi ekan. Mazkur muzokaraga Amerika tarafdan Moliya ministri Scott Bessent va savdo vakili Jameson Greer muzokaraga rahbarlik qilgan bo'lib, Trump mazkur kelishimni ijobiy va foydali deb maqtagan. Xitoy tarafdan bo'lsa, davlat muavin bosh ministri Xalifang boshchilik qilgan. Xalifang muzokara haqida ochiq, cho'nqur va qurilishchan deb baho berib, har ikki taraf muhim kelishimga erishdi degan. New York vaqti gazeti va CNNning xabariga qaraganda, bu kelishim dunyo iqtisodida zo'r ahamiyatga ega bo'lib, yaqinqi vaqtlarda Amerikaning Xitoy mahsulotlariga yuqori boj qo'yishi va Xitoyning qarshi tadbirlari bilan dunyo ta'minlash zanjiri va moliya bozori qalayim qilishib ketgan bo'lib, bojlarning tövəlletishi bilan dunyo bozorida darhol aktiv inkas ko'rilgan. Amerika pay ham bahrlash bozorida zo'r ko'tarilish bo'lgan. Amerika prezidenti Donald Trump 2025-yil 4-ci ayda Xitoy mahsulotlariga 145% boj qo'yish orqali savdo urushi jakarlagan bo'lib, buningda Xitoy bilan savdo tangpungsizligi va fentanyl krizisini hal qilish maqsad qilingan. Xitoy buningga 125%lik qarshi boj bilan javob qaytargan bo'lib, bu tirkishish Xitoy iqtisodiga zo'r ziyon yetkazgan bo'lib, Xitoyning Amerikaga eksporti zo'r darajada tövəlligan. Masalan, 2025-yil 4-ci ayda Xitoyning Amerikaga eksporti 21% tövəlligan. Kelishimning yana bir muhim tarafi fentanyl krizisini hal qilish qartilgan bo'lib, Amerikaning Xitoyni fentanyl ishlab chiqarish va eksport qilishda yetarli tirishchilik ko'rsatmadi deb ayblaganligi ma'lum. Bu kelishim bo'yicha
Her iki devlet fentanil ve başka kimyelik maddelerinin kanunsuz yetkilişini to'sish uchun hamkorlashadi. Ammo Trumpning 20% fentanilga munosabatlik bojlari kuchga ega holatda qoladi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.